Assalomu alaykum. Bo'lajak YouTuberlar. Hozir sizlarga qisqacha ma'lumot beraman. YouTube'ni ko'pchilik qanaqa boshlaydi, qanaqa yurg'izadi deyotganlar uchun o'zingizni ko'rsatish shart emas. Обязательно o'zingiz ko'rish kerak emas. Har xil yo'nalishlarda YouTube'ga video qilib joylasa bo'ladi. Muhimi to'g'ri kontent, to'g'ri yurg'izish. Mana men oddiy peshkom yurib ketyapman. Ana shu yurgan holda ham ko'rishlar soniga ega qilsa ham bo'ladi. Muhimi odamlarga ko'chani kontenti, ko'chani hayoti juda ham qiziq bo'ladi. Qanaqa o'tyapti, nima o'tyapti? Hammada har xil. YouTube'da erkinlik bor. YouTube'da erkinlik bor. O'zingizning mablag'ingiz bo'ladi, o'zingizning shaxsiy mablag'ingiz bo'ladi. Muhimi harakatdan to'xtab qolish kerak emas. Mana pisani chaqqan holda peshkom matoni xorda qilib yo'limizda davom etyapman. Обязательно qimmat kamera yoki kompyuter kerak bo'ladi deyotganlar uchun bu xato. Oddiygina telefonda ham natija qilsa bo'ladi. O'shaning uchun nima sohani tanlasanglar ham natija qilishdan to'xtab qolmanglar. Ko'pchilik o'ylaydiki, YouTube'da mablag' ishlab olmaydi. YouTube'ga nimaga odamlar kiradi? Odamlar mablag' bo'lgani uchun YouTube'ga kiradi. Natija qilish uchun YouTube'ga kiradi. Buni faqat YouTuberchilar biladi. To'g'ri yurg'izishi, to'g'ri kontent qilishi. Muhimi odamni o'zingizlarda jalb qila olishinglar. Ana o'shanda sizlar ham har xil ko'rishlar soniga ega bo'lasizlar, million prosmotrga ega bo'lasizlar. Men ham oddiy YouTuberchiman. Alhamdulillah qo'limizda shaxsiy mablag'imiz ham bor. O'shaning uchun qanaqa yo'nalishda bo'lsa ham to'xtab qolmanglar. Rahmat hammaga. O'shaning uchun YouTube olamiga kirib kelgandan keyin to'liq YouTube bilan shug'ullaninglar, to'liq o'rganinglar. Barcha YouTube sirlari bor, YouTuberchilar biladi. Agar YouTube'ni yaxshilab noldan o'rganmoqchi bo'lsanglar, bemalol Dayrekka murojaat qilinglar.